Agarda bu xonadonni siz olmasangiz boshqa olib beradi, sababi egalarining raqami bilan ekstreniy vaziyatda sotilyapti do'stlar. Manzili Vatistroyda kanichkasi, hamma biladigan 7 etajkani yonginasida joylashgan. Birinchi pod'ezd, 3-etajda xonadonimiz. Xonadon kirib kelishlar bilan mana eshiklarni ham yangi qo'yib qo'yilgan. Bu tarafda yana bitta xonasi bor do'stlar. Xo'p do'stlar, koridori ham juda keng, skalati bor mana bu joyda. Bu xonani ham mana balkonni buzib, kengaytirib qo'yilgan. Balkonda do'stlar, oshxonani balkonga olib chiqib qo'yilgan do'stlar. Mana ko'rib turibsizlar, 6 metrlik keng balkondan bo'lyapti. Oshxonani ham detskiy xona qilib olsalar ham bo'ladi do'stlar. Eng qulay tarafi sizlarga sanuzelni alohida qilib qo'yilgan, hammom hojatxonalarini alohida qilib qo'yilgan. Aristonlarni ham akamiz yangi qo'yib qo'yibdilar do'stlar. Bu tomonda ham mana bitta detskiy xonasi mavjud bo'lib, detskiy xonasi ikkita bo'lyapti. Sababi oshxonani balkonga olib chiqib qo'yilgan. Oshxonani bemalol detskiy o'rnida foydalansalar ham bo'ladi. 3 xonali dom 4 xonaga o'zgartirilgan do'stlar. Egalari 26500 ga olgan ekanlar. O'sha narxga sotib yuboryapman deyaptilar. Bitta ikkita narsalarni yangilab qo'yibdilar. Sotilishining sababi do'stlar, bundan oldingi postda qo'ygan xonadonimiz baraka qilibdilar do'stlar. Ekranda egalarining raqami turibdi. Bemalol telefon qilib so'zlashsalar ham bo'ladi.